Hurmatli obunachilar, shunday chashma orqasidan to'rt deydi ajoyib hovlimiz bor. Hovlimiz polni remontlari bo'lgan. Uchatkalar terilgan. Darvozadan kirishimiz bilan darvozaxonamiz ham koridordek qilib qo'yilgan. Yaxshi mebellar, televizorlar qo'yilgan. Birinchi xonamiz mehmonxona. Bu tarafga ham xonalarimiz bor. Detsi xonamiz. Spalniyamiz. Keyingi xonamiz oshxonamiz. Ko'rib turgan hamma mebellarimiz qoladi. Ochib ketilmaydi. Sanozilimiz. Hamma mebel qoladi. Hovliga chiqish eshigimiz. Hovlimiz ham akkuratni turibdi. Stashka qilingan zelon zonamiz. Bemalol bu tarafidan qo'shimcha qurilishni ham qilsanglar bo'ladi. Uyimiz old qismi. Hovlimiz to'rt sotiga joylashgan, 3 ta xonadan iborat. Barcha mebellar qoladi. Narxi kelayotgan bo'lsa, starti 80 ming so'rashyapti. Yarim notkalar yarim narxda beriladi. Pastdagi nomerlar bemalol aloqaga chiqaveradi.